juda ham zo'r qo'shig'i, mazza qilib tinglaymiz. Umuman olganda bugungi qo'shiqlar ham zo'r tanlanibdi. Buning uchun rejissyorimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Haqiqatdan ham Guldasta dasturini bugungi mehmonlari ham shunaqa kayfiyatga boy, shunaqa ijobiy fikrlaydigan va shunaqa quvnoq shaxslarki, o'zimiz ham mazza qilyapmiz. Va azizlar, bir necha daqiqalar qoldi Guldasta tugashiga, lekin yana ajoyib mehmonlarimiz kelishdi. Ular bilan tanishtirib o'taman. Fazilat Olimova Mingbuloq tumanidagi 2-sonli bolalar musiqa va san'at maktabini fortepiano sinfi o'qituvchisi va ularning iste'dodli o'quvchilari ham bir vaqtning o'zida farzandlari Hakimjonov Diyorbek va Hakimjonova Bahoraxonlar kelishgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Diyorbek, siz mening yonimga keling. Men siz bilan alohida bitta so'rashay. Diyorbek, yaxshimisiz? Voy mening jonim shirinim. Diyorbekni ko'ryapsizmi? Prichoskalarni, bu tosh turmaklarni ko'ryapsizmi? Ronaldo bo'lib ketibsiz. Kimga havas qildingiz? Nima? Ronaldoga. Voy jonim, mana shunaqa shirin bola. Marhamat, o'tirishingiz mumkin. Men endi mana bu malikamiz bilan malikamizni to'xtab turing Diyorbek. Malikamiz maxsus ko'ylaklar bilan. Assalomu alaykum. Shirinim, mana asalim. Bahoraxon, bahor bo'lib ketibsiz-ku, qani ko'rsataylik sizni. Bu shirin qizni ko'ryapsizmi? Qanaqa shirin, qanaqa juda ham go'zal. Haqiqiy bahor kayfiyatini olib kirdilar. Sochlari ham biramay. Bolajonlar juda yaxshi ko'rasiz, deb opa. Voy, ayniqsa qizaloqlarni juda sevaman, juda sevaman. Juda chiroyli. Buni kim tikib berdi sizga? Bunimi? O'zimiz oldik. Bozordan. Mingbuloqdan oldilar. Adayzon berdilarmi, oyizlar? Oyim. Jonim, azizlar, bolalar qanchalik quvonchli-a? Juda ham beg'ubor. Mana qo'lchalarini qarang. Bizga ko'p narsa tayyorlab kelgansiz-a? Siz charchatib qo'ymaymiz. Hozir o'tirasiz. Dasturimizdan keyin men sizni yana quchoqlab mazza qilib gaplashamiz, xo'p? Hozircha rasmiy suhbatlashamiz. Marhamat asal. Marhamat, o'rningizga olasiz. Juda ham shirin, juda ham mazali. Juda ham asal deyshadi-ku. Bejizga farzandlarni ko'rganimizda, ular qaysi millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar, ular kimni farzandi bo'lishidan qat'iy nazar bejizga shunaqa hissiyotlarni tuymaydi. Ayollar, erkaklar har doim o'zimizni onadek his qilamiz, chunki bular juda ham beg'ubor dunyo. Juda ham quvnoq, hozir mazza qildik. Sizlar juda ham quvnoq, xushmuomala boshlovchilar ekansizlar. Ko'rib turgandan juda ham xursandman. Albatta. Qarang bularni o'tirishlarini. Birinchi marta jonli efirda bo'lsa ham shunaqa qirol va qirolichalardek. Bemalolda, hech qanday hayajon yo'q. Tayyorday. Albatta. Hozir biz ham hayajonlanyapmiz. Bizda hayajon bor, lekin bularda hayajon yo'q. Bu juda ham yaxshi. Demak, bugun mana bejizga o'sha musiqa maktabini natijasi, onasi berayotgan tarbiya, o'sha yerdagi yoshlar uchun yaratilayotgan bolajonlar, kenjatoylar, jajjilar uchun yaratilayotgan sharoitlar, ularni yoshlikdan mag'rur, jasoratli, shu bilan birga o'zini bemalol namoyon qila oladigan sharoitlar yaratilayotgan va buni natijasini ko'rib turibmiz. Xush kelibsizlar yana bir bor. Rahmat. Umuman olganda bugun nimalar bilan bandsizlar? Qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Qanchalik kasbingizda mazza qilib ishlayapsiz? Bu san'at sohasi shunaqa kasbki, agar boshqa sohada bo'lgan taqdiringizda ham san'at sohasini chin dildan sevsangiz, unga tortilib ketaveradigan, o'ziga tortib oladigan qalb kasbingiz ekan. Qalbdan chiqadigan kasbda. Shuning uchun kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Bolalarni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'rinib turibdi. Ularga dars berganimda shunaqa xursand bo'lib, xursandchilik bilan dars beraman. Ularning har bitta muvaffaqiyatlaridan o'zimga yana ham qanot bo'layotgandek his qilaman o'zimni. Juda ham xursand bo'laman. Bugungi kunda bu farzandlarim bilan bular ko'proq qo'shiq aytishga qiziqishadi, qo'shiq sohasida, lekin undan tashqari pianino chalishni bilishadi, ksilofon, baraban, sport sohasida ham o'zlarini namoyon etishyapti, til sohalari bo'yicha ham. Bugungi kunda shunaqaki yoshlarimizga juda ham keng imkoniyatlar berilyapti. O'tirishlarni qarang. Mana shu yerga hozir mana shu yerga Namangan televideniyasiga kelishimiz ham biz uchun bir imkoniyat. Chunki farzandlarimizni hur fikrli qilib tarbiyalashimiz uchun shart-sharoitlarning namunasi deb hisoblayman bugungi kunda ham. Buning uchun Namangan televideniyasi ijodkorlariga kattakon rahmat aytaman sizlarga. Sog' bo'linglar. Biz o'zi bor-ku, bilasizmi, bir necha kundan beri shu Ofarin sahifasini tashkil
qilganmiz. Mana shunday Judayam. iste'dodlarni ular bilan suhbatlash. Diyorbek juda viqor bilan o'tiribsiz, a? Juda o'tirishlaringizga havas qilyapman-da. Mana haqiqiy bo'lajak prezident, lider. Qoyil. Jidda ham ajoyib. Demak, qo'shiq aytish bo'yicha har kuni uyda mashq qilasizlarmi? Musobaqa o'ynaysizlarmi? Ha? Zo'r-ku. Aynan qo'shiq yo'nalishida o'qishyapti yoki fortepianoni Yo'q, o'g'lim fortepiano yo'nalishida o'qiydi, qizim raqs yo'nalishida o'qiydi. ham qo'shiq aytishadi. Turli tillarda. Hobbilari juda ham yaxshi ko'radi. Ham ingliz tili o'rganishyapti. Ingliz tili, rus tili. Ham sportchi. Voy, juda Serqirra ekanlar. ibratli oila vakillarini taklif qilibmiz-da. Ham o'qituvchilarsiz, ham onalarsiz. Hozir bu o'g'illaringizni o'ziga ishonchi, qolaversa mana hozir oqshomga kirdik, lekin bularning kayfiyati juda ham energiyaga boy, giper energichniy deymizmi? Quvvatga boyligini ko'rib havas qilyapmiz. Siz hech bularni qattiq turib so'kmaysizmi? Koyiyman. Qo'yisizmi? Bo'ladimi? Ba'zida juda qattiq anaqa qilib yuborishadi, nima deydi? Sho'xlik Hazillashib yuborishadi bir-birlari qilishadi. bilan. O'shunaqa yoshda-da. Shunaqa, lekin yo'q, lekin qattiq urib anaqa, chunki bola tarbiyasida menimcha ko'proq rivoyatlar bilan yoki nimadir foydali narsalar, hikoyalar Chunki o'zingiz pedagogsiz-da. Diyorbek boshqacha qarab turibdi. Boshqacharoq menimcha. Kalta yemaysizlar-a? Malades, barakalla, Sport barakalla. sohasida lekin birga sparing tushganda anaqa bo'lishadi, qattiq zarba yeb turishadi. Bu ham o'sha sport yo'nalishida bo'lgani uchun. Lekin bir-birlariga juda mehr-oqibatli. Aka singillar bular. Juda ham yaxshi. Endi jonli ijroda nima eshitamiz? Sizlar bilan suhbatlashamizmi? Diyorbek nimalarni yaxshi ko'rasiz? Masalan, hayvonlardami? Umuman hayotda, ha? Mayli uy parrandalaringiz, uy hayvonlari bormi edi? Ha? Nimalar bor? Quyon, itim. Itingizmi? Oti nima uni? Bubik? Bubik. Quyoningizga ham ot qo'yganmiz. Ikkita hayvon bor biz uyimizda. Yana nima bor? Ikkita quyonni chunki uyimizda. Qizlar Quyon har ikkita. doim to'g'rilab turishadi. Qizlar, to'g'ri. Quyon ikkita, demak, kuchuk bitta shunda. Qoyil. Yaxshi ko'rasizlar-da ular. Yana nimalarga qiziqasiz Diyorbek? Kun bo'yi nima bilan shug'ullanasiz? Nima bilan? Kun bo'yi ertalab taekvondoga shug'ullanaman, ertalab. Undan keyin fortepianodan keyin maktabimga. Maktabga ketasiz? Ha? Zerikarli emasmi hech bir? Yo'q. Demak, ikkinchi smenada tahsil oladilar, shundaymi? Aha. Bahoraxonchi? Men gimnastikaga qiziqaman. Yana rassomlikka qiziqaman. Ham qo'shiq aytishga qiziqaman. Ham raqslikka qiziqaman. Ham raqsga. Hozir bizga jonli ijroda nima qo'shiq aytib berasiz? Jonli ijroda aytaramizmi yoki Vatanim bog'larim bor. Vatanim bolayim bor. Rejissyorimizdan iltimos qilgan bo'lardik-a? Hozir jonli ijroda biz mana til bayrami yaqinda yaqinlashib kelyapti. Shunga 2 kun avval shu qo'shig'i yodladik. Bu albatta yangi qo'shig'imiz, ozgina kamchiliklari bo'lishi mumkin. Mana shu qo'shig'i birgalikda kuylab bermoqchimiz. Eshitamiz. Kuylab beramizmi? Davay. O'zbek tili ketdik. O'zbek tili eru naqadar go'zal, bu tilda shoirlar kuylagan g'azal. Quloqqa yoqimli shirindir asal, sen mening faxrimsan ey ona tilim. Quloqqa yoqimli shirindir asal, sen mening faxrimsan ey ona tilim. Ona tilim, ey ona tilim, sen mening faxrimsan ey ona tilim. Ofarin. Mana bu qarsaklar siz uchun. Juda ham ajoyib. Biz o'zimizni vatanim qo'shig'imiz bor, o'zimiz ideya qilib, o'zimiz o'ylab topganmiz. o'zingizlarning mualliflik qo'shig'inglar, shundaymi? Qo'shig'imizni kuylab berishsa, Marhamat. minsopkalar. Bizda hozir imkoniyatimiz bormi? Rejissyordan iltimos qilib ko'rgan bo'lardik. Albatta, demak sahnada Vatanim qo'shig'ini Olimovlar oilasidan eshitamiz-a? Yo'q, bular Hakimjonovlar. Hakimjonovlar oilasidan. Demak, marhamat. oilasi, Sahnaga marhamat. chiqib olamiz.
go'zal chamanim, senga fido bo'lsin bu jonim. Ey mening vatanim, ey go'zal chamanim, jannat makon O'zbekistonim, jannat makon O'zbekistonim. Ey mening vatanim, ey go'zal chamanim, senga fido bo'lsin bu jonim. Ey mening vatanim, ey go'zal chamanim, jannat makon O'zbekistonim, jannat makon O'zbekistonim. Gullar deb qo'ygan. Juda ham chiroyli qo'shiq, juda ham ajoyib. Ayni paytda bizda reklama, yana davom etamiz azizlar. Marhamat.